Assalomu alaykum, qadrli tandirchi oshpazlari. Mana inshaalloh navbatdagi ijodimiz ham ko'rkam va chiroyli bo'lib tushdi. Oq bilan qora kombinatsiya ishlatdik va zontikli tandir. Yangicha tutuni ummabaqa chiqmaydigan, qoraytirmaydigan, ustidan tunuka fon quvara ekan. Joyimiz jinni tor. Oldin aytiladi 290 ga 6 metr joyga tushdi. Bu yerda 3 ta qozon, zubul mangal, moyka va gaz plita chekkada. Va bitta рабочий stol tandirni oldiga. Xulosasi bir boshni tanishtirib boramiz. Gazlari ham montaj bo'ldi. Tayyor gazlari ham mana ko'ryapsizlar. Bu ishimiz Toshkent viloyati, Yangi Toshkent, O'zbekiston tumani Igotada bo'ldi. Dilshod akaning xonadonlarida. Xulosasi bu yerda bir boshni tanishtirib boramiz. Gaz plita. Mana shishali gazdan ko'rishingiz mumkin. Chiroyli va yoniga 70 cm рабочий stol va moyka va 22 litrli qozon, zubli mangal, 4 tasi bitta mo'ra, 3 ta qozon mangalligi bitta chip ketgan. Mana zubli mangal, umuman shashlik ko'radi mana. Ko'rasi o'zi bilan deyilganda g'ish tushuniladi mana. Tayyor pishirsa bo'ldi. Va 80 litrli qozon, 100 litrli qozon. Xudolasi o't yoqib qo'yganmiz. Mana ozgina o't yoqdik. Mana suvlari ham o'zi qopqoqlarigacha bor. Mana suv qaynab o'zi. Va eng ko'rkami mana zontikli tandirimiz. Ko'rishingiz mumkin. Tandirlarimizdan cho'tka chiqdi. Mana pishirib tayyorlab berdik. Man yorug'lik yo'q. Men qoraytirmayga va рабочий stol oldida. Ko'rasizlar. Yonboshdan ko'rinishi. Joyimiz jinni tor uchun ham gazga, ham o'tinga ekonom variantdan gazga mana tayyorlab tortib qo'yishgan. Ko'ryapsizlar, gaz montajlarini. Xulosasi har doimgidek jinni sinov jarayonlari qilib qo'yamiz. Bormagan endi. Do'stlar mana tortishni ko'ryapsizlar. Shamol bor uchun, navis bo'lgani uchun men ishlamayapti. Eshiklarni ochib qo'yganmiz. Tutun 1 gram ham chiqmaydi. Xo'sh. Xizmatimiz, materiali shunisiga qiziqqanlar, akalar, общий summani aytiladi. Общий summa o'zimizdan bo'ldi. Qozon, qopqog'igacha, kafeli, g'ishi, eshikchalari, mangal, eshikchalari, g'ishlari ponni, qozon, qopqog'igacha, eshikchalar, bu ham tandir ham o'zimizdan keldi. Hamma mayda chuyda sabab turib, общий summa moykasi, gazini omilaga uydagilar o'zlari olib berishdi. Joylarni o'zimiz olib keldik hisoblab. Gaz montajni uydagilar qilib berdi. Uni ichida emas. Общий hamma summasi bo'lib turib, xizmati va material bo'lib turib, shunga $3000 ketdi. Gazini ham hisobga qo'shdik. Olganimizda bizga uydagisi materialni gazni moykadan tashqari $2800 ga bitdi mana shu. Общий xizmatimiz. Xizmati yu materiali bo'lib turib $2800 berdi. Hamma yo'qni olib kelib, o'zimiz cho'tkalar qo'ydik. O'zi zontikli tandirib jinni qimmat yuradi, o'sha hisobiga jinni qimmatroq chiqadi. Xohlasalar uni tunikalisi bor, o'shandan ilib beraveramiz. Prosta
Bu yangicha stil. Ham g'ish ko'p ketadi, ham ugonliklari ko'p ketadi ichida. O'shani hisobiga. Keyin tandirimizdan uloq tandir bo'ladi. Qozonlarga keladigan bo'lsak, qozonlarimiz yaxshi qozondan qopqog'igacha olinadi. Eshikchalarimiz yaxshi chugul eshikchalardan olinadi. Bizda unaqasi yo'q. Aldab yomon narsalar qo'yib ketilmaydi. Xohlagan ranglaring bor, g'ishdan chiqarib berilaveradi. Shu summani aytdim, $2800 usta puli material olib turib ketdi. Faqat moyka gazini uydaga olib berishdi. Xohlasalar o'zimiz olib boraveramiz, moyka gazini pulini qo'shib beraverasizlar. Endi bu yerda 3 ta qozon, tandir, mangal va рабочий stol moyka gazlari bilan. Endi samovar qo'shilsa, qo'shilar narxi. Sizlarning baho berib qo'yasizlar. Eng ekonom variant, eng so'nggi stildan qilib beriladi. Bemalol tunikafon qilib qo'ysalar ham bo'lar. Xudo xolasa akam tunikafon qilaman deyishdi. Uydagilar hozir ishga ketib qolishdi, emas o'zlari aytib berar edi. Bu yerda hozir o'shaning uchun o'zimiz syomka qilib qoldik. Burchatka bosaman dedi. Xudo xolasa burchatkalarni bosib ketsa, yana bir obzor qilib tashlab yuboraman deyishdi. Xudo xolasa sizlarga qo'yib ko'rsatamiz. Xizmat bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Lekin oldindan aytib qo'yaylik, zakaz berib qo'yasizlar. Bir 2 oylik ochit bilan yuriladi. Hozir iyul lesiga olinyapti zakazimiz. Bemalol aloqaga chiqib yozdirib qo'ysalaring, xudo xolasa qilib berib kelamiz. Xayr va salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi ijodlarimizni ham kuzatib boringlar. Like bilan podpis bosish esdan chiqmasin, birodarlar. O'zlaringiz qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bundan ham go'zal qilib chiqarib beramiz qo'ldan kelgancha. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.